jahlni jilovlash nimaligini bilish kerak. Bu o'ta ketgan vahshiylikka borish, bu uni rahbarni qaysidir yo'llar bilan amalga o'tirib qolgan deb o'ylayman. Nimaga desa, qanday bo'lgan sharoitda ham ichki ishlar idorasi xodimi o'zini ushlashni bilish kerak. Biz masalan bunaqa o'zidan ketib qolgan rahbarlarni aslo kechirmaymiz. Har bir bo'lgan yig'ilishda vazirlik rahbariyati, viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshliqlari shu narsani talab qiladi. O jahlingga erk berma, jahlingni jilovla. Odamlarning oldini eshit yaxshilab. Qo'lingni ko'tarsang, boshqa narsa qilsang, bizga jahl qilib o'zini osib qo'yganlar ham bo'lgan. Shuning uchun asosiy anaqa yigitlar, qizlarimiz eshitinglar. İnsanlarga nisbatan mehr, muhabbat degan narsa hammasi mahbutimizda bo'lishi shart. Siz bilan biz faqat qamal uchun yaratilmaganmiz. Tarbiyalash masalasida insonlarga g'amxo'rlik qilish, ularga yordam berish uchun ichki ishlar idoralari xodimlari. Shu narsa hech qachon esimizdan chiqmasin. Lekin inson bo'lmaydiganni, odam bo'lmaydiganni yarasha qonun bo'yicha jazosini berishimiz shart. Shuning uchun bizda har xil odamlar ham bo'lgan. Hozir ham uchrab turadi bitta yarimta.